Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya olayotgan ota-onalarimiz, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani nimani anglatadi? Kimning pensiyasi odatdagidan oldin yoki kechroq tushishi mumkin? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa shoshilmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli. Chunki pensiya kuni 1-2 kunga surilsa ham odamning doğrusu. Oziq ovqati, kommunal to'lovi, qarzi yoki oilaviy rejasiga ta'sir qiladi. Men sizdan iltimos qilaman, hozirroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p pensionerlarning ortiqcha yugurib yurishi, bankka behuda borishi, pochtada navbatda turishi yoki noto'g'ri xabarlarga ishonib qolishining oldini oladi. Avval pensiya to'lovlari ko'pchilikka odatdagi tartibda, ya'ni oy boshidan boshlab belgilangan kunlarda yetkazilar edi. Kimdir plastik kartaga oladi, kimdir naqd pul shaklida mahalla yoki pochta orqali oladi. Kimdir esa bank bo'limidan yechib oladi. Har bir hududda, har bir toifa bo'yicha o'z ichki grafiki bo'ladi. Masalan, bir pensioner har oyning ko'r sanasida kartasiga pensiya tushishiga o'rganib qolgan. Boshqa pensioner esa yet yoki kekesin sanada pochtachi kelishiga odatlangan bo'lishi mumkin. Endi sentyabr oyida jadval qayta tuzilgani deganda, pensiya bekor qilindi yoki kamaytirildi degani emas. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Jadval o'zgarsa, bu sizning pensiyangiz yo'q bo'ldi degani emas. Bu faqat to'lovlar ketma-ketligi, kunlar bo'yicha taqsimoti, bank va pochta xizmatlari orqali yetkazib berish tartibi qayta ko'rib chiqilganini bildiradi. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Dam olish kunlari, bayramdan keyingi ish yuklamasi, banklararo texnik jarayonlar, naqd pul yetkazib berish logistikasini tartibga solish. Ayrim hududlarda pensionerlar sonining ko'pligi yoki tizimdagi ma'lumotlarni yangilash ishlari. Oddiy qilib aytganda, ilgari siz pensiyani 5 sentyabrda olgan bo'lsangiz, bu safar 4 sentyabrda ham tushishi mumkin. 6 yoki 7 sentyabrga ham siljishi mumkin. Naqd pul oladiganlar uchun esa pochtachi yoki mas'ul xodim keladigan kun o'zgarishi ehtimoli bor. Lekin asosiy narsa shuki, siz o'zingizning hududingizdagi aniq jadvalni tekshirib olishingiz kerak. Men bu yerda eng muhim farqni tushuntiraman. O'zgargan narsa bu to'lov kuni va yetkazish tartibi bo'lishi mumkin. O'zgarmagan narsa esa pensiya olish huquqingiz, pensiya miqdoringiz va davlat tomonidan belgilangan majburiyatdir. Agar siz qonuniy asosda pensiya olayotgan bo'lsangiz, jadval o'zgargani uchun siz pensiyasiz qolmaysiz. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi bir pensioner 1 million 200 ming so'm yoshga doir pensiya oladi deylik. U har oy 5 sanada kartasiga pul tushishiga o'rganib qolgan. Sentyabr oyida jadval qayta tuzilgan bo'lsa, uning puli 5 sanada emas, 6 sanada tushishi mumkin. Bu holatda pensioner banka 3 marta borib asabiylashib, kassir bilan tortishib yurmasligi kerak. Avval SMS xabarini tekshiradi, mobil ilova bo'lsa balansni ko'radi. Bo'lmasa bankning ishonch telefoniga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiladi. Yana bir misol. Qashqadaryoda yashovchi onaxon har oy pochtachi orqali naqd pensiya oladi. Odatda pochtachi 8 sanada keladi. Sentyabrda esa mahalla kesimida jadval boshqacha tuzilgan bo'lishi mumkin. Bir ko'cha 7 sanada, ikkinchi ko'cha 9 sanada, uchinchi ko'cha 10 sanada. Onaxon meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb qo'rqmasligi kerak. Avval mahalla raisi pochta bo'limi yoki pensiya bo'limidan aniq kunni bilib olishi kerak. Uchinchi misol. Bir oilada otaxon 2 million so'm pensiya oladi. Uning turmush o'rtog'i esa 20 ming so'm, 20 ming so'm pensiya oladi. Ikkalasi ham bir uyda yashaydi, lekin biri kartaga, biri naqd oladi. Jadval qayta tuzilganda ularning pensiyasi bir kunda kelmasligi mumkin. Bu ham odatiy holat. Chunki karta to'lovlari bank tizimi orqali, naqd to'lovlar esa alohida yetkazib berish tartibi orqali amalga oshiriladi. Menimcha quyidagi holatdagi pensionerlar masalaga jiddiyroq qarashi kerak. Birinchidan, agar sizning pensiyangiz odatdagi kundan 3 yoki 4 ish kuni o'tib ham tushmasa, tekshiruv qilish kerak. Bu yerda dam olish kuni bilan ish kunini adashtirmaslik kerak. Masalan, pul juma kuni tushishi kerak edi, lekin tushmadi. Shanba va yakshanba bank tizimida to'liq ish kuni bo'lmasligi mumkin. Shunda dushanba yoki seshanbagacha kutish ba'zan normal holat bo'ladi. Ikkinchidan, agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, bank kartangiz bloklangan bo'lsa yoki telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya tushgan bo'lsa ham siz xabar olmasligingiz mumkin. Ko'p pensionerlar menga SMS kelmadi,
demak pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisobda turishi mumkin, faqat aksiya emas xizmati ishlamayotgan bo'ladi. Shuning uchun bankomatdan balansni tekshirish yoki bankka murojaat qilish kerak. Uchinchidan, agar siz yaqinda yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya ishingiz ko'chirilayotgan bo'lsa, jadval o'zgarishi sizga ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Chunki bir hududdan ikkinchi hududga ma'lumot o'tishi, ro'yxat yangilanishi, yetkazib berish bo'yicha mas'ul tashkilot o'zgarishi vaqt oladi. To'rtinchidan, agar pensioner vafot etgan shaxs nomidan ishonchnoma orqali yoki parvarish qiluvchi orqali pul olinayotgan bo'lsa, hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Bunda ayb jadvalda emas, hujjatning amal qilish muddati tugaganida bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz har oy kartaga tushadi va bu safar ham oy boshida 1-2 kun kechiksa, darhol vahimaga tushmang. Ayniqsa sentyabr oyi boshida banklar, tashkilotlar va to'lov tizimlarida yuklama ko'payishi mumkin. Odamlar o'quv yili boshlanishi sabab xarajat qiladi. Bankomatlarda naqd pulga talab oshadi. Kommunal to'lovlar va boshqa o'tkazmalar ham ko'payadi. Bu jarayon ba'zan to'lovlar ko'rinishida kechikishdek seziladi. Agar sizning pensiya miqdoringiz o'zgarmagan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa va mahalliy bo'lim sizning ro'yxatda borligingizni tasdiqlasa, sizga faqat jadvaldagi yangi sanani kutish kerak bo'ladi. Har bir kechikishni pensiyani to'xtatib qo'yishdi deb talqin qilish to'g'ri emas. Masalan, Samarqandda yashovchi pensioner odatda 6 sanada 1 million 500 ming so'm oladi. Bu safar 6 sanada tushmadi, lekin 7 sanada tushdi. Bu muammo emas, bu jadvaldagi siljish. Yoki Andijonda pensionerning pochtachisi odatda ertalab kelar edi. Bu safar tushdan keyin yoki ertasi kuni keldi. Bu ham jadval qayta taqsimlanganda uchrashi mumkin bo'lgan holat. Men pensionerlar tushunishi uchun sabablarni oddiy tilda sanab o'taman. Birinchi sabab oy boshidagi dam olish kunlari. Agar oyning birinchi kunlari shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, ayrim to'lovlar keyingi ish kunlariga o'tadi. Bu banklararo hisob-kitoblarda ham naqd pul yetkazishda ham ta'sir qiladi. Ikkinchi sabab naqd pul yetkazib berish xavfsizligi va tartibi. Naqd pensiya katta summa bo'lgani uchun u bir kunda hamma joyga tarqatilmaydi. Hududlar, mahallalar, ko'chalar bo'yicha ketma-ketlik tuziladi. Bu yerda mas'ullar pulni xavfsiz yetkazishi, ro'yxat bilan solishtirishi, imzo oldirish kerak. Shuning uchun ayrim joylarda bir kun oldin, ayrim joylarda bir kun keyin bo'lishi mumkin. Uchinchi sabab elektron ma'lumotlar bazasini yangilash. Ayrim pensionerlar yangi pasport yoki ID karta olgan bo'lishi mumkin. Kimdir familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Kimdir bank kartasini almashtirgan bo'lishi mumkin. Tizimdagi ma'lumotlar mos bo'lmasa, to'lov avtomatik tarzda ushlanib qolishi ehtimoli bor. Bu pensiya bekor qilindi degani emas, ma'lumotlarni to'g'rilash kerak degani. To'rtinchi sabab hududiy yuklama. Katta shaharlarda kartaga o'tkazmalar ko'p bo'lsa, ayrim chekka hududlarda naqd yetkazib berish jarayoni murakkabroq bo'ladi. Masalan, tog'li yoki uzoq qishloqlarda mas'ul xodimlar bir kunda hamma xonadonga bora olmaydi. Shu sababli jadval aniq kunlar bo'yicha bo'linadi. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin muammo chiqarishi mumkin bo'lgan nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Pensiya tushadigan karta aynan pensioner nomida bo'lishi kerak. Ba'zan farzandlar ota-onasining pensiyasini o'z kartasiga o'tkazishni so'rashadi. Yoki eski tartibda kimningdir kartasidan foydalanib yurishadi. Rasmiy to'lovlarda bunday holat muammo keltirishi mumkin. Pensiya uchun bank rekvizitlari to'g'ri va pensionerga bog'langan bo'lishi zarur. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa yoki bankka bora olmasa, boshqa shaxs uning nomidan pul olishi mumkin. Lekin buning uchun qonuniy ishonchnoma kerak. Ishonchnoma muddati undagi vakolatlar, pensionerning ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Har oy men olib yurardim. Bu safar ham berish kerak degan gap bank yoki pochta uchun yetarli asos bo'lmaydi. Uchinchi nozik shart, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlar aliment kredit, sud qarori yoki boshqa majburiy undirishlar sabab pensiyasidan ma'lum qismi ushlab qolinganini ko'rishi mumkin. Jadval o'zgargan oyda odam buni pensiyam kamayibdi deb tushunishi ehtimoli bor. Aslida sabab boshqa bo'lishi mumkin. Agar odatda 1 million 800 ming so'm olsangiz, bu safar 1 million 500 ming so'm tushsa, darhol bankdan yoki
pensiya bo'limidan ko'chirma so'rang. Qancha pensiya hisoblangan, qancha ushlab qolingan, nima asosda ushlanganini bilish huquqingiz bor. 4-nozik jihat. Telefon orqali keladigan yolg'on xabarlar. Jadval o'zgarganda firibgarlar faollashishi mumkin. Ular pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kodni ayting. Kartangizga pensiya tushishi uchun SMSdagi raqamni yuboring. Hujjatni yangilash kerak, plastik karta raqamini bering deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kodini aytmang, karta PIN kodini bermang. Telefon orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni ochiq aytmang. Rasmiy xodim hech qachon sizdan karta paroli yoki SMS kod so'ramaydi. 5-nozik jihat, bankomatda pul bo'lmasligi pensiya tushmaganini anglatmaydi. Ba'zan pensioner bankomatga boradi, bankomatda naqd pul yo'q bo'ladi yoki texnik xizmatda bo'ladi. Shunda pensiyam tushmabdi deb o'ylaydi. Aslida pul kartada bo'lishi mumkin. Boshqa bankomatdan ko'rish, bank ilovasidan tekshirish yoki bank xodimidan balansni aniqlatish kerak. Birinchi vaziyat, pensioner har oy 5 sanada 1.300.000 so'm oladi. Sentyabrda 5 sana ish kuni bo'lsa ham jadval bo'yicha uning hududi 6 sanaga tushgan. U 5 sanada bankka borib pul topa olmadi. To'g'ri harakat nima? U avval balansni tekshiradi. Keyin hududiy pensiya bo'limi yoki bankdan to'lov sanasini aniqlaydi. 6 sanada pul tutsa, masala yopiladi. Bu yerda arza yozishga hojat yo'q. Ikkinchi vaziyat, pensioner kartasining muddati avgust oyida tugagan, lekin u buni bilmagan. Sentyabr pensiyasi hisoblangan, ammo eski karta ishlamayapti. To'g'ri harakat. Pasport yoki ID karta bilan bankka boradi, yangi karta chiqaradi. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga yangi karta rekvizitlarini taqdim etadi. Agar pul tranzit hisobda ushlanib qolgan bo'lsa, ma'lumot yangilangandan keyin o'tkazilishi mumkin. Uchinchi vaziyat, pensioner naqd pul oladi, lekin sentyabrda uyida bo'lmagan. Pochtachi kelgan, pensioner shifoxonada yoki qarindoshinikida bo'lgan. Keyin u pensiyamni bermadi deydi. Bunday holatda pochta bo'limiga yoki mas'ul tashkilotga murojaat qilib, qayta olish tartibini so'rash kerak. Agar pensioner uzoq vaqt uyda bo'lmasa, oldindan yaqinlarga hujjatli vakolat berish yoki to'lov usulini kartaga o'tkazish haqida o'ylash kerak. 4-vaziyat. Pensionerga odatda 2 million so'm tushardi. Bu safar 1.700.000 so'm tushdi. Jadvalga aloqasi bormi? Har doim ham emas. Bu yerda hisob-kitobni tekshirish kerak. Balki avvalgi oyda ortiqcha to'lov bo'lgan, balki sud hujjati bo'yicha ushlab qolish boshlangan, balki bank kredit bo'yicha avtomatik yechim qilgan. Pensioner o'z huquqini bilishi kerak. Yozma yoki elektron tarzda izoh talab qilish mumkin. 5-vaziyat. Pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan. Avval Farg'ona viloyatida pensiya olgan, endi Toshkent viloyatida yashayapti. Sentyabrda jadval o'zgardi va pensiya kechikdi. Bu holatda pensiya ishining ko'chirilgani, yangi manzil ro'yxati, bank rekvizitlari tekshiriladi. Ko'chish vaqtida hujjatlarni vaqtida topshirmaslik kechikishga sabab bo'lishi mumkin. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar siz sentyabr oyida pensiyangiz qachon tushishini bilmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda o'zingizning to'lov usulingizni aniqlang. Siz kartaga olasizmi yoki naqd olasizmi? Kartaga olsangiz, bank nomi, karta muddati, telefon raqamingiz, SMS xizmati ishlayotganini tekshiring. Naqd olsangiz, mahalla, pochta bo'limi yoki hududiy mas'uldan aynan sizning ko'changiz bo'yicha to'lov kuni qachonligini so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyor tuting. Pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi bo'lsa, u bank kartasi, ishonchnoma bo'lsa, uning asli yoki notarial tasdiqlangan nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, vakil boradigan bo'lsa, vakilning ham shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lishi shart. 3-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Men har doim shuni maslahat beraman. Ko'chadagi gap, Telegramdagi noma'lum xabar yoki qo'shnining taxmini bilan xulosa chiqarmang. Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limi, bank, pochta bo'limi, mahalla mas'ullari yoki rasmiy aloqa markazlari orqali aniqlang. Savolni aniq bering. Mening pensiyam sentyabr oyida qaysi sanada to'lanadi? To'lov kartaga o'tkazildimi? Naqd to'lov bo'yicha mening manzilim qaysi kun jadvalga kiritilgan? 4-qadam. Agar pensiya kechiksa, darhol janjal qilishdan oldin dalil to'plang. Bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling, SMS xabarlarini tekshiring, to'lov kelmagan sanalarni yozib qo'ying. Agar naqd pensiya bo'lsa, pochtachi kelmaganini, kim bilan gaplashganingizni, qaysi sana javob berilganini qayd qiling.
Bu keyin murojaat yozishda yordam beradi. 5-qadam yozma murojaat qiling. Agar pensiya belgilangan muddatdan sezilarli kechiksa va og'zaki javoblar bilan masala hal bo'lmasa, hududiy pensiya bo'limiga ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi, odatda qaysi usulda olishingiz, qaysi sanadan beri to'lov kelmayotgani va nimani so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, sentyabr oyi uchun hisoblangan pensiya to'lovining holatini tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq ariza masalani tezroq ko'rib chiqishga yordam beradi. 6-qadam oiladagi pensiyalarga yordam bering. Farzandlar va nabiralar, men sizlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz yoki bu bobongiz bank ilovasini ishlata olmasligi, SMS'ni tushunmasligi firibgar qo'ng'iroqni rasmiy deb o'ylashi mumkin. Ularning kartasi muddatini tekshirib bering. Telefon raqami to'g'ri ulanganini ko'ring. Pensiya kuni o'zgarsa tushuntiring. Eng muhimi, ularga hech kimga SMS kod bermaslikni qayta-qayta ayting. Birinchi xato, bir kun kechiksa ham pensiya to'xtadi deb vahima qilish. Bu asabni buzadi, vaqtni oladi va noto'g'ri qaror qabul qilishga olib keladi. Avval yangi jadvalni aniqlang. Ikkinchi xato, kartani boshqa odamga berib yuborish. Hatto farzandingiz bo'lsa ham karta pin kodi va SMS kod xavfsizlik masalasi. Pul yetish kerak bo'lsa ishonchli tartibda, pensionerning roziligi bilan va qonuniy yo'l bilan qiling. Uchinchi xato, noma'lum odamlarga hujjat rasmi yuborish. Pasport, ID karta raqami, SMS kod, bank ma'lumotlari telefon orqali begona odamga berilmaydi. Pensiyani tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya rasmiy tartibda to'lanadi. Uni biror notanish odam pullik xizmat qilib tezlashtirib bera olmaydi. 4-xato, eski ma'lumot bilan yurish. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank va pensiya bo'limida yangilang. Manzilingiz o'zgargan bo'lsa, xabar bering. Karta muddati tugasa vaqtida almashtiring. Ko'p muammo aynan shu oddiy narsalar e'tiborsiz qolgani uchun paydo bo'ladi. 5-xato, og'zaki gap bilan cheklanib qolish. Agar haqiqiy muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki ertaga bo'ladi degan javob bir necha kun takrorlansa, sizda aniq hujjat bo'lmaydi. Yozma murojaat esa mas'ul tashkilotni rasmiy javob berishga majbur qiladi. Nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, yoshga doir pensiya oluvchilar va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning to'lov tartibi bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin, lekin hujjat va tekshiruv talablari farq qilishi ehtimoli bor. Masalan, nogironlik bo'yicha ayrim holatlarda tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi muhim bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa farzandning o'qish holati, yosh chegarasi yoki tasdiqlovchi ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat hammaniki kechikdi deb o'ylamasdan o'z pensiya turiga mos sabablarni ham tekshirish kerak. Yana bir muhim jihat. Agar pensioner vaqtincha boshqa viloyatda bo'lsa, naqd pensiya olishda qiyinchilik bo'lishi mumkin. Chunki naqd to'lov odatda ro'yxatga manzil bo'yicha tashkil etiladi. Bunday odamlar kelgusida kartaga o'tish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Karta orqali olish ko'p hollarda qulayroq, pul tushganini ko'rish oson, boshqa hududda ham foydalanish mumkin. Zarur bo'lsa do'konda karta orqali to'lash mumkin. Lekin karta xavfsizligini bilish shart. Men har bir pensioner yoki uning yaqinlariga quyidagi tartibni tavsiya qilaman. Avval pensiya odatda qaysi sanada tushishini yozib qo'ying. Keyin sentyabr uchun yangi jadvalni mahalla, pochta, bank yoki pensiya bo'limidan aniqlang. Keyin kartangiz muddati va telefon raqamingizni tekshiring. Agar pul tushmasa, hisob ko'chirmasini oling. Agar naqd to'lov bo'lsa, pochta bo'limiga murojaat qiling. Agar 3 yoki 4 ish kundan ortiq kechiksa va aniq sabab aytilmasa, yozma ariza bering. Ariza yozayotganda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Meni qiynayapsizlar deb emas. Sentyabr oyi pensiya to'lovim belgilangan sanada kelmadi, sababini aniqlab berishingizni so'rayman deb yozing. Hujjatga sanab qo'ying, imzo qo'ying, nusxasini o'zingizda saqlang. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Sentyabr oyida pensiya olish jadvali qayta tuzilgani pensionerlar uchun albatta e'tibor talab qiladigan masala. Lekin bu pensiya bekor qilindi. Hammaning puli kamayadi yoki to'lovlar to'xtaydi degani emas. Asosiy o'zgarish to'lov sanasi hududlar bo'yicha ketma-ketlik karta va naqd pul yetkazish tartibida bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz vahimaga tushmasdan rasmiy manbadan sanani aniqlash, hujjatlaringizni tekshirish,
kartangiz va telefon raqamingiz faol ekaniga ishonch hosil qilish, kechikish bo'lsa dalil bilan murojaat qilishdir. Men yana bir bor eslataman. Hech kimga SMS kod bermang, karta parolini aytmang. Noma'lum odamlarning pensiya tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya masalasida eng to'g'ri yo'l rasmiy tashkilotga murojaat qilish va hamma narsani hujjat bilan tasdiqlashdir. Sizning hududingizda sentyabr pensiyasi qaysi sanada berilmoqda? Kartaga tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham o'z hududi bo'yicha ma'lumot solishtirib oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensiya oladigan ota-onangiz, buvi bobongiz yoki qo'shnilaringiz bu ma'lumotni albatta bilishi kerak.